Ada hozir chapga qayrilamiz, pоворot yoqasizda. Yo'q, men avariyakan yoqmoqchi bo'lib turgan ekanman-da. Sen aqllisan-ku, ha? Men haydagan o'zing? Yo, Yo, hayda mashinani men. bo'ldi, Ada, bo'ldi. Men haydagan. Bo'ldi. Bolam, men somsani tomat so'ki bilan yeymi yoki uksiz bilan yeymi? Shuni ham o'rgatib ol, aqllisan-ku. Men shunchaki qo'lda yeb yurardim-da. Bolam, ertaga nahorga oshim bor ekan. Etga nima kiyardi? Shortimi, shimmi? Endi sen aqllisan-ku, bir maslahat berib ol. Bolam, mashinaga mana bu moydan qo'ysak qanday bo'lar? Endi sen aqllisan-ku, hamma narsani bilasan. Men oddiy bir tuppo'y omi odam bo'lsam, ko'nchinli bo'lsam, bolam, shu seningni nomiga rasmiylashtirmoqchiman. Mancha, Ada? Sen aqllisan-ku, bolam. Sen bundan ham zo'rini olasan hali. Ishonaman. Qon analizini beringchi. Mana. Aniq siznikimi? Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Kardiolog ko'rganda vahima qilmadimi? Ko'rsatmadim hali. Madina xirurg kelganmidi? Nimadir bo'ldimi? Nechta farzandingiz bor? Ikkita doktor endi maktabga chiqishgan. Afsus, yosh ekansiz. Oldin operatsiya bo'lganmisiz? Faqat oyog'imni tikishgan. Endokrinolog chaqirish kerak. Bunaqasi chunki kamdan kam bo'ladi. Balki iloji bordir. Yana bir bor qon analiz topshirishingiz kerak yakuniy xulosa uchun. Aslida ayting doktor, nimaga o'xshayapti? Bilmayapman-da, qaysidir mol kofe to'kib yuboribdi-ku. O'qib ham bo'lmayapti. Boring boshqatdan topshiring. Uni ustiga xotinim ham mashinani turtibdi ertalabdan. Bu meni tursigim. Nima qilasan? Zaryadkam ishlatasan-ku, buni ham ishlat. Nega seni xotinching meni ayolimga baqiryapti? Ko'chada bo'lsa uyga kirib gaplashsin. To'rxonangga xolodilnikka olib kiramiz. Kechasi chiqurib charchab ketding axir. Men qachon tug'ilganman? Bilmaysan, lekin qaynating qachon tug'ilganini bilasan-a? Xotinchang marojniy olib bering desa, ko'chaga yugurib ketasan. Singling aka mashina olib bering desa, oyligim oz deysan. Xotining aziz bo'lmay o'lsin. Nega kechasi bilan Wi-Fi yoniq? Svetga men bu uyda pul to'layman. Telegramdagi qarindoshlar gruppasiga ba'zida yozib tur, o'gay emassan. Sal jahlim chiqdi. Kimda bo'lmaydi deysan, bolam. Uyimizdan qachon chiqib ketasizlar? Kel oldimga. Tegmayman. So'z beraman, kel. Kim ovqatini oxirgacha yesa, xolodilnikda o'shanga mazali shirin narsa olib qo'yganman. Bo'ldingmi? Mana men aytgan mazali pomidor. Uxlamaysan-a? Ana endi o'zingdan ko'rgin. Alkash! Keling Alkash! Ya ada siz yotavering. Adingni ham uyg'otdingsan bola. Juda zo'r turibdi. Shim qoringacha ko'tarilgan bo'lishi kerak yigitlarda. Qanaqa marojniy? Pulim faqat nonga yetadi bolam. Adang kelsa, bugun kuni bo'yi onamlarning mazasi bo'lmadi. Ovqat qila olmadilar degan tushundingmi? Mehmonlar ketgandan keyin yeysan shuni. Teginma. Mehmonlar ketgan bo'lsa ham nima qildi? Ertaga ham kun bor. Yana yolg'on gapirsang, tilingni uzib olaman, bildingmi? Qo'shni bo'lsa onam bozorga ketganlar ekan. Ovqat yeb bo'lgandan keyin qozonni yuvishni o'rgangin. Faqat kofe ichgan bo'lsang ham qozonni yuv. Zaryadkamni ishlataverib bir joyingga tiqding. Men iPhone ishlataman. Bu gaping bilan siz kambag'alsiz demoqchisan-da, ha? Singlingni o'g'li shamollab kasal bo'lib qolganda ikkita non ko'tarib borib ko'rib kelishga yaramading. Uzoq-ku? Qachondan beri London uzoq bo'lib qoldi? Televizor pultini salafanni sen oldingmi? Senga og'irligi tushyaptimi? Televizorni salafanni olib tashlading. Indamadim. Endi pultga o'tdingmi? Hayitda qo'shinikiga ovqat chiqargandik. Chiqib shuni kosasini olib kel. Onang aytibdi. Soat kechasi 12 bo'ldi. Yaxshi-da, qo'shnilar aniq uyda bo'ladi. Ertadan yashash uchun o'zingga boshqa uy qidir. Qaytga boraman. Adashmasam Ronaldo dunyodagi eng zo'r futbolchi deb maqtarding-ku. Ana o'shanikiga borasan. Xudo, Tikoda traktor tegiga 120 tezlikda kirib ketib, etdan chiqib yana to'yga ketgan odamman, bilasiz-a? 48 ta odamdan qarz olib 6 yil bemalol uxlagan odamni ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha menman. Ag'darilib ketgan mashinalarni kriloda kichkina petnosi bor deb sotib, basharasida kichkina petnosi bor bolalarni ag'darganmiz paytida. Yoshlikda bekinmachoq o'ynaganda bekinish uchun Rossiyaga chiqib ketgan bolaman. Kambag'alchilikni ham ko'rdik, to'qchilikni ham ko'rdik. Lekin amakim BMW olganda ko'ra olmadi. Xudo, sizni nimaga hurmat qilaman bilasizmi? Esizdami? Ayolingiz biz uyi sakraganda, "Sakrama divanda buzasan" deganingiz. O'shanda Xudo mujik ekan dedim. Aslida biz ham siz haqingizni ko'p eshitganmiz, Xudo. Qimorda qaynotangizni mashinasini qaytarish uchun uyingizni ham yutqizib qo'ygan ekansiz. Qaynotasini poddoshka qilgan kuyov ko'chada qolmaydi. Mana 16 yildan keyin yana uy oldingiz. 24/7 meni uyim eshigi siz uchun ochiq. Darvozachilar 2 haftadan keyin darvoza o'rnatishar ekan. Yana bitta gap, Xudo, endi mahallada osh,
kelasiz. Ishim bor degan gaplar o'tmaydi. Qimorda uyingizni yutgan aka qiz chiqaryaptilar. Etasan qudangni deb yaxshilab tayinladilar. Lokatsiya shu eski uyingiz